Barchalarga xayrli kech, yurtdoshlar. Hozirgina Xitoydan tovarlarimiz keldi do'konimizga, joylab bo'lib, mana YouTube'dagi obunachilarga ham bir qator obzor qilib beraylik deb syomkani boshladik. Videoni oxirigacha ko'ringlar va alohida layklarni ham bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Ko'rib turganinglar, bular qo'l sochiqda kattaroq varianti. Mana sizlarga qiynalib taklaganimizni mana osongina qilib yozib ham ko'rsatamiz. Ertadan sotuvlarimiz bo'ladi. Mahroviy juda ham zo'r. Bu yoqda saunani katta sochiqlari bor. Qo'l sochiq deysizlarmi, yuz sochiq deysizlarmi, sauna, hammom sochiq hammasi bor. Bu yerlar ko'rsatsangiz, endi mana bunday yuraveramiz. Keling mana. Bu yerda ham nalichkalarda shunaqa zo'rlari bor. Mana bunaqa Vivini. Juda ham zo'r. Mashlar 50 ming so'mdan. O'ta ham zo'r. Satin. Qiymatda bunaqa original Kinzor'da bunaqa narsalari ham bor. Dasturxon nabor. Buni bilgan biladi, dollarli narsalardan. Ularimiz narxi ertaga chiqadi. Endi bunday yurursiz bag'da polni mana Vivini pastellari, letlilari, bu yoqda Kinzor'da qimmatroq bo'lgan nimalari? Divan bezaklari. U divan bezaklarimiz bittasini u yerga solib ham qo'yganmiz. Bundan tashqari endi bu tomonni ko'rsatsangiz, mana bu polkamiz polni MM brend ko'pchilik biladi. Mana polni mana MM brend firma. Shu kataylar ham bu yil juda ham trendda bo'ldi. Bularimizni narxlari qaranglar. O'ttimchilarga 95 mingga 135 ming so'mdan. Donaga 100 ming so'mga 140 ming so'mdan. Yana kelishilgan joylari bor. Bularimiz mana o'ttimchilarga 90 ming so'm chiqadi bir kishiliga. Buni 2 kishiligi 130 ming so'mdan chiqadi. Endi bu yoqda Ango firmasi ham juda ham bir ajoyib firma. Buni mana pastellarni ko'rishingiz mumkin. Bularning ham narxini ertaga chiqaramiz. Korobkalari buzilmagan holatda kelgan. Ya'ni bularda yashillik holatda yashilatib kelgan olib keldik. Bu yoqda mana zimnilarimiz ham bor. Zimnilar sezoni hozir emasligi uchun sal kamroq, lekin sekin qo'shamiz. Bu yoqda ayollarning narsasi. Bularimiz o'sha 2 kishiliklar, ya'ni o'ttimchilarga 130 mingdan chiqaveradi. Endi bu ilinganlarni ko'rsatsangiz, do'kondagi borki tovarlardan bitta obrazesga, ya'ni ko'rinish qanaqa bo'ladi deganlarga mana ilib qo'yganmiz. Har xil mana parko'rpa naborlar deysizlarmi? Mana bu narsa ham yangilik narsa. Ancha-muncha joyda yo'q. Ko'rsatsangiz, juda ham bir boshqacha narsa. Adyollarimiz, do'konlarimizni ham sal o'zgartirib qo'yganmiz. Obunachilarimiz biladi. Polkalarda qilib imkon qadar siz azizlar uchun qulaylik yaratishga harakat qilyapmiz. Bundan tashqari bu narsalarni ham ko'rsatsangiz, bolishlar. O'sha aloy bolishlarimiz O'zbekiston bolish hisoblanadi, lekin do'konda kamida 90-95% tovar Xitoyniki. Bular Xitoy. Mana ina bola sochiqlarimiz ham Xitoy sochiqlar originallari. Mana ular hozir shunaqa zo'r ketyapti. Mana shu partiyalar ko'rsatsangiz. 6 ta 100 sochiq, 6 ta hammom, ya'ni banni sochiq 600 ming so'm 12 taligi. Har xillari keldi. Hozir terib bo'ldik, ertadan sotuvlarimiz bo'ladi. Bu divan bezagimiz narxi $100. Olaman deganlarga bir ikki oshig'i bilan bor. Tepada bular kelganlar, hammasi deyarli zakazga kelgan. Undan tashqari mana bunaqa bezagimizdan ham olib kelib qo'yganmiz. Mana ko'rsatsangiz qarang. 3 xil rasvetkasi bor. Shunaqa divan bezaklarni olib keldik. Bu tomonimizda mana bu brendlarni Hermes deysizlarmi, undan tashqari Victoria's Secret, Lavlilar hammasidan bor. Bu yoqda ham pastellarimiz, tepada filetlarimiz. Endi bu tomonimiz ham rosa ham qiziq. Buni lekin to'xtalishga jicha vaqt ko'p ketadi. Men sizlarga qisqacha ko'rsatib ko'raman. Dasturxonlar, toshli dasturxonlar, haqiqiy Xitoyda og'ir qimmat dasturxonlari. Narxi jo'nlari ham bor ichida. Mana ko'raverasiz, oppoq chiroylilari ham bor. Bu polkamizda sochiqimizning davomi, ya'ni bu sochiqlar. Ko'rsatasiz mana. Donasi 11 mingdan, bitta pachkada 20 ta bo'ladi, 220 ming bo'ladi. Bularimizni har xillari bor. Endi mana endi ko'rsatmasangiz bo'lmaydi obunachilarga. Bu saunlarni ko'rganki odam es hushidan ayrilyapti desam bo'lmaydi-yu, lekin shu darajada zo'r ketyapti. Mana shu olmaliklar ham juda bir yangilik saunlar. Siz ashetta turgan holatingizda men mana bu narsani ko'rsatib beraman. Ularni ham bir ko'rib qo'ying-da. Mashinalar bugun keldi, Xitoyga yangilik. Ancha-muncha joyda yo'q, kam. Machalkali saunlar. Bularimizni har xil ko'rinishdagilari bor. Bularimiz narxi 25 ming so'm, o'ptimchilarga yana ozgina yo'li bor. Mana bu qanaqa idishda bo'lar ekan deganlarga mana ko'rsataverasiz, katta korobkada bo'ladi. Bu sarig'i ham juda zo'r ekan, o'zimiz ham ishlatib ko'rdik.
Haqiqatda bir boshqacha. Bunaqalari ham bor. Konserva idishga o'xshaydi. Bu ham Xitoy so'mlari, machalkalari bilan. Endi bu yoqda parfyum narsalarimiz bor-da, ertaga yana to'ldiriladi. Mana unda ham ichki shampunlarimiz ko'rsatmasangiz xafa bo'lishadi bular. Mana. Bir boshqacha Xitoylar ham kalla kuchli-da. 70 ming so'mdan. Sifatiga ham gap yo'q bular. Undan tashqari bu unimiz yangilikda. Mana ular ham vaqti alohida mavzu ekan. Dilyadishlarimiz juda ham zo'r. Endi mana pastda bularni ko'rsatmasak, umuman bo'lmaydi. Juda ko'pchilik kutyapti. Ertadan shularimiz soni juda ham ozayib ketadi. Sumkachali, podarechniy so'mlar narxlari 25 ming so'mdan. Optimchilarga ozgina kelishadigan joyi bor. Granulalarni ko'rsatsangiz bo'ladi. Mana bu yoqda pastda. Bu yoqda mana SPF'larda har xil turlari bor. Mana uni ham alohida to'xtalib beramiz. Mana shu SPF ham shunaqangi zo'r ketyapti. Ya'ni ko'rinayotgan bo'lsa, sizlarga chekasida suv bor, ichida yana boshqa narsasi bor. Bu chekasidagi losyon bo'lar ekan, ichidagisi SPF. Mayt chiqsangiz ikki xil narsa chiqadi. Effekt shu darajada zo'r ekan. Narxi 50 ming so'm. Bu qo'lda ba'zi joylarda 80 ming, 100 mingdan ham olishyapti odamlar buni. Xo'p, yana nimalarni ko'rsatsak bo'ladi? Xullas, do'konimizda mana ko'rib turganinglardek katta hamma yo'q bor. Pastel, sochiq, dasturxon, parfyum narsalar. Bu narsalarni o'zimiz Xitoydan olib kelamiz, O'zbekistonda hamma joyga chiqarib beramiz. Xudo xolasa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Keyin Telegramga yozsanglar o'sha nomerga. Gruppani tashinglar desanglar, Telegram gruppamiz bor, qo'shib qo'yamiz. Kunlik yangiliklarni ko'rib boraverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Savdo sayohat kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar.